to'yga chiqib, to'ydan oziqa olamiz, odamlarni kuldiramiz, pulini olamiz, pulga chaqiradi, anu artistni gaplashing, anu qancha, mana qancha. To'yga chiqish uyat bo'lgan qaysidir ma'noda bir paytlar. Nimaga uyat bo'lgan? Qanaqa artist, san'atkor, ya'ni haligi aktyor to'yga chiqsa uyat bo'lgan. Kelinlar qo'zg'oloni kinosida ko'rgan bo'lsanglar, Soat Sharipning qo'lidan tarelka tushib ketadi onasini ko'rganda. Ko'rganmisizlar? Tushib ketadi. Nimaga? To'yga chiqish uyat bo'lganda u paytda. Bir aktyor bor, ustozimiz. Qaranglar azizlar. Muhabbatdan yaralgan olam. Bu odam juda ko'p kinolarda dublyaj qilgan. Dublyajda taniqli odam. Bir paytlar shunaqa bo'lgan. U odamga ovozini o'xshash uchun shogirdi bor. Bir xil telefon qildi. Alo, alo, bir xil ovoz. Eshitaman. Qaytaraverdi, nima desa? Alo desa, alo dedi. Nima deyishni bilmayapti, ovozini bir xil o'xshatyapti. Oxir ustoz nima dedi? Boshqatdan qiling, ovozim o'zimga qaytyapti dedi. Yonidagi odamlar bilan urushadi aktyorda. Uyalmismi to'yga chiqqani? Palonchi pistonchi yeb, uyalmismi to'yga chiqqani? Men tushunmayman. O'zi Toshkentlik odam. Teatr uy, dublyaj, to'y yo'q. Hech qachon to'yga chiqmagan. Uyat 85-90-yillar haqida gap ketyapti. Bir kun teatrdan uyga borsa, xotini adasi yaqin odamimiz to'y qilyapti. Mehmonga boring. Men bormayman. Mehmonga borasiz, 5 minut o'tirib ketib ketasiz. Endi shunaqada endi o'zbekchilik. Mayli, 8 da boraman, 8:30 da dublyajim bor. Xo'p bo'ladi. To'yga boribdi. To'yga borsa ham o'tirishni bilmaydi. Papkasi oldida. Tezroq bo'lsa edi, men ketaman. Aka, papkani qo'yib, ochilib, sochilib, yeb, ichib o'tiravering. Menga aql o'rgatmang. Sovet odamida qattiq qo'l. Endi Toshkentcha to'ydi bilasizlar-ku. Olib kirlaringni, kirlaringni. Allohdan kim? Taqachilik bolalar kelibdi, kirlaringni. Seryozni to'y bo'yapti. Artistga boshlang endi deydi. Artist ham aka, o'rtoq boruvchi kelmabdi-da. Shu bironta o'rtoq boruvchim raismi aytsiz davrani ochib bersa, uyog'ini davom ettiraverardik-da. Bittasi yetib qopti, anta ko'z o'ynaylik, meni qo'shnim o'tiribdi. Teatrda ishlaydi. Ha bir ikki og'iz gapirsa davra ochilib ketadi. Qaysi? Anu, hozir boraman. Assalomu alaykum, aka yaxshimisiz? Xudo yetkazdi sizni. Shu davramizni ochib bersiz. Sizni ko'rib xursand bo'ldim. O'rtoq boruvchi etmanmiz-da. Sizni tanib qolib, hozir sizni taklif qilyapman. Desa, anu odamni qulog'ini tagiga qo'yib yuborgandek bo'libdi. Men senga artist emasman. Aktyorman. Yo ketaymi debdi. Bu g'irt nima ekan debdi. Yo, bo'ldi aka, o'tiravering. Tashqaridan mehmon keldi, Qorovulgada. Chiq, kattalar keldi. Endi o'sha paytda mahallani erkato'y akalari bo'lardi. Tuzumizlar, sonlari yaxshimi? Pepinitsa ham ilonli. Past gapiradi, hali kerakli odam, rosa past gapiradi, bilasizmi, xo'jayin odam. Obkirlaringni ichgaring, kimlar obkirib, ana qillaring. Unaqa endi o'tiribdi hali odam, endi o'zi kichkina unaqa pepinitsalar qilib, tuzumizlar, вообще seryozni odam. Orqasida xuni okalar bor, mamlaqa shirami bor. Choch yo'q, bunday qilib jinsidagi, u paytda jins kiygan odam kimdir edi? Mamlaqa turibdi orqada xuni okalar. Uni ko'zingizga tushib qolsa, men emas aka deysiz. Ko'zga tushganda yo'q chochib yoradi. O'shunaqa okalar bilan kirib keldi, ayvonga ichkariga kirib ketdi. Tuzumizlar, qanaqasizlar? Ne boshlanmayapti to'ying, ha? O'rtoq boruvchi yetmami, hozir boshlab yoramiz. Xush kelibsiz, qadamingizga asanot. Endi sekin boshlaymiz-da. Siz yonida yana bitta erkato'y. Bitta aka o'tiribdi, gapirsa bo'lardi, voy. Biz ko'rganmiz, voy. Tem bo'lasiz keldingiz. Desa haligi odam, bor chaqirlaring, kim u? Olib kel. Deganiga hali xuni akalar ketibdi. Sizni chaqirib tur. Qo'yma, etroningni. Tur. Akani olib kirib ketibdi. Assalomu alaykum. So'rashyapti. So'rashma, o'tir, so'rashma. Ne, so'rashurasan qo'l berib, o'tir. Nima gap? Men hech qachon to'ylarda o'rtoq bormaganman. Nima deydi?
Men hech qachon to'ylarda. Mozorda gapirasan. Qayerda gapirasan? Bor gapir. Mahalla qayerdan? Falonchi joydan. Eng ishongan akasini so'kib beribdi. Ana nima? Bormidi shunaqa odamlar? Ha, olib chiq, olib kirlaring. Bo'ldi, mavzu tugadi. U odamga chochilib ketadi. Bo'ldi, tan berdi. Men senlarni hali ko'rasan. Mikrofonni berib tur deb tashqariga chiqib, boshiga tushgan ko'z ko'radi, mikrofonni olib, "Assalomu alaykum azizlar" degan ekan, kimdir televizor qo'ydimi debdi. Qayerdan chiqyapti bu taniqli ovoz debdi. U odam umrida taniqli, lekin hech kim ko'rmagan ovoz qirol. Kimdir televizor qo'ydimi? Qarshingizda turishgan, davr-davron surishgan, bir-birlarini suyishib, ahd paymon ovozini ko'rsangiz, baxt, maza qilasiz. Faqat kinolarda ko'rgansiz ovozni. Voy yomon ekan bu debdi. Toshkentda shunaqa gap bor, chaka aylayapti-mi deydi. Qizil 10 so'm moda payt. Yurlaring, erkaklar faqat Toshkent bir to'y qilish bo'yicha. O'shanda ham 100 so'm oylik payti biratni shunchalik to'ldiryapti. Xuddi akaga pora berganga o'xshayapti. Umrda bunaqa narsa bo'lmagan. G'alati bo'lyapti. Meni qamatmanglar. Pora bermang menga. Normalniy vasa. Normalniy. Vaska. O'ur. Biratlar qistirishni boshladi. Aka gap bu yoqda ekanda, vali so'kkanlarni endi tushunishni boshlabdi. Pul baribir jigardan bo'lganda. Ochilishni qarang. Qarang! Muhabbatdan yaralgan olam. Voy, boshlandi to'y. Ashulachiga bo'ldi, gapirma, shu aka gapiraversan, ashulachi qoch. Aka vertolyot o'tib ketdi. Pul ash turishida so'mda bir xonali uy bor. 100 so'm oylik payt. 100 so'mingiz bo'lsa, bemalol Lena bilan borib kelasiz. Moskvaga. O'shanda ham bir 20 ming qoladi. Biratda endi, voy, yurlaring, chiqlaring. Uni anaqa tushunib qoptimi sozandalar? Aka, onalarni qiling. Nima qiling? Onalarni chaqiring, ona operatsiyasini qiling. Shunday demaysanmi, qiling bo'lar ekan u. Fondi ber. Baribir anaqa odamda endi aforizm kuchli. Kuyov bola, xuddi bir ishni qoyil qilgandek kostyum shum galstukda o'tiribsiz. Sizni dunyoga keltirgan onangiz, otangiz sizni mehmonlaringizga choy damlab yuribdi. Aslida ota o'tirish kerak edi. Kelin podsho, nima qilgan ishingizga oq ko'ylak kiyib o'tiribsiz? Hali bir dona tug'masdan. Oq ko'ylakni kim kiyadi? 8 ta o'g'ilda uylab, joylab. Ana keyin ziyoratdan kelayotganda oq kiyib keladi. Siz hali ham ishini qilmasdan hech narsa ish qilmasdan o'tirishingizni qarang. Lekin ota-ona farzandim o'tirsin deyirkan. O'tiring, haqqingiz bor. Desa, anu 8 ta o'g'il to'y qilardi u paytda 100 so'mni chiqaribdi. Onamni zo'r maqtadi-de. Qistirib kelay. Anu 100 so'mni ko'rib, aka, demak men bugun halok bo'lar ekanman. Demak meni halok qilishar ekan. To'y tugabdi. Yaxshi odamlar ekan, xayrlashib chiqaman. Deb ichkariga kirdi. Anu brat hali ham o'tiribdi. Ha, ne kelding yana? Bor gapirmaysanmi? Siz to'yda egasi kirib qopti. Aka, bu odam haqiqatan to'ylarda gapirmagan ekan. Gap bo'lishi mumkin emas. Yorvordi to'yda. Sizni hurmatingiz mana shu odam gapiribdi. Bu odam gapirmagan ekan. Nima deydi? Pul berib yuborish kerakka o'xshagan hit keldi-da. Berib yuborlaring. Dollar o'shalarda bo'lardi u paytda. Ana urgan aka bor-ku. Hali bo'lmadingmi qilib deb 2000 dollar sanabdi. Demak men halok bo'lar ekanman.
1,5 ming so'mdan uy beradigan payt 2 ming berib yubordi-yu. Amin! Yurakdan duolar boshlandi. Akani hayoti o'sha yerdan boshlandi. Men erkaklarni endi ko'ryapman. Qoyil. Uyga endi menimcha shofyorim halok bo'lmasin, o'zim halok bo'laman deb taksi ushlamasdan o'zi ketibdi. Uyga borib, voy, qayerda oldi? Voy, olaver. Voy, adasi qayerdan oldi shuncha? Olavermaysanmi? Men bu yoq deyman, ol. Voy, ertansiga hol kostyum shimlarni, yaltiroq tuflilarni kiyib teatrga kelibdilar. Siz hammani urushib yurardingiz. O'zingiz ham to'yga chiqibsiz. Butun Toshkent bilyapti. Bo'lar ekan to'yga chiqsa. Menga qara debdi. Degan ekan, o'zim men teatrda qand yeb yurgan ekanman. Boshlandi, ketdi xalqning xizmati. Ertasiga yana duogo'ylarni oldida duo qilib turarlar. Duo qil, amin. Ketdi 45 minut. Anu bratni to'yi telefoni jiringlab qolibdi. Italiyani qadadasanlar. Sen endi okan kelishiga kutib duoni qudalarning oldida cho'zibdi. Duoni ichida rivoyat ham bor. Bir kuni karvon Anu qudalar kim manu? Qo'lim og'rib ketdi, yo'qat. Bilasizmi? Uni ko'rib qopti. Bo'ldi qili. Allohu akbar. 100 ta odam, o'yle. Charchat vording-a. deb yo'qolib ketyapti hammasi. Zeriktirib qo'ymading bularni? Bilasizmi? Bularni otasi ham bunaqa duo qilmagan. Yo'q, yaxshi duo qildingmi? deb yana mensim solib qo'ygan ekan. Rahmat sizga, oliyjanob inson. Qudalar debdi yana. Ana 100 ta odam bor yo'q hali. Qudang chaqirib o'tgan bo'lsa-chi qarab qo'yaver deb ikki kishi shunday qarasa, oq yo'q debdi.